Ya'ni kasallikning asl belgilari bekitib qo'yadi bu dorilar. Foydani o'rniga zarar yetkazib qo'yishingiz mumkin o'zingizga. Har xil kelajakda asoratlar berishi mumkin. Savol. Jig'ildon qaynashiga nima qilsa bo'ladi? Samarali usuli bormi? Jig'ildon qaynashiga eng samarali usuli hozir ommabop ishlatiladigan o'sha oshqozonda kislota ishlab chiqaruvchi hujayralarni bloklaydigan dorilar bor. Proton pompa ingibitorlari guruhi dorilari hisoblanadi. Bularga o'sha omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, ezomeprazol va boshqa shunga o'xshash dorilar kiradi. Men hamma nomini hozir esimga kelmadi. Asosiylari shulari ko'p ishlatiladi. Mana shularni demak qo'llagan holatda oshqozon kislotasini kamaytirib, o'sha jig'ildon qaynashini bartaraf etish mumkin. Lekin jig'ildon qaynashini boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. O'sha oshqozonda helikobakter infeksiyasini bo'lishi, og'riq qoldiradigan dorilarni surunkali ichish va boshqa sabablar. Shuning uchun avval tekshiruvdan o'tib, keyin albatta doktor ko'rigidan o'tib turib, o'sha buyurilgan dorilarni ichish kerak. Chunki siz o'zingiz aptekadan ko'pincha jig'ildonim qaynayotdi dori so'rashadi. Albatta aptekada shu guruh dorilardan bittasini tavsiya qilishadi. Siz olib ichasiz, vaqtinchalik yaxshilanish bo'ladi. Ayrim holatlarda uzoq muddatga yaxshilanish bo'ladi. Ya'ni kasallikning asl belgilari bekitib qo'yadi bu dorilar. Bu dorini ichasiz, kasallik ozgina holati yaxshilashadi, lekin tuzalib ketmaysiz va u avj olib boraveradi. Natijada keyingi bezovta qilganda bu kasallikni o'tkazib yuborgan bo'lasiz. Demak, yaxshi keyinchalik tuzalmasligi mumkin va og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Hop, savol keldi. Skarlatina haqida ham aytib o'tolinglarmi? Bolalarda rosa ko'paydi-ku yaqinda. U butunlay tuzalib ketadimi deydilar. Skarlatina bu beta gemolitiski streptokok degan infeksiya bor, bakteriya, o'sha tomonidan qo'zg'atiladigan kasallik. Shu ko'pincha bolalik davrida bo'ladi bu. O'zi spetsifik, o'ziga xos toshma toshishi, o'zini klinikalari bor. Isitma chiqishi, tilni o'zini shu kasallikka xos bo'lgan o'zgarishi, shunaqa holatlar bilan kechadi. Bu tuzaladigan kasallik. Albatta shifokorga murojaat qilib, o'sha bakteriyaga qarshi antibiotik olinishi kerak. Bo'lmasa yaxshi bo'lmaydi, yaxshi bo'lishi qiyin. Va albatta etilgan muddatgacha davolanish kerak, chunki har xil kelajakda asoratlar berishi mumkin. Savol. Og'izdan noxush hid kelishini sababi nima? Ertalabga borib og'izga ajralma yig'ilib qolish sababini ham aytib o'ting. Rahmat. Xo'p. O'zi ertalab turganda og'izdan hid kelishi, keyin og'zingizni yuvdingiz, tishingizni yuvdingiz, ovqatlandingiz, hid yo'qoldi. Bu me'yor hisoblanadi. Undan tashqari, mana roza tutamiz, rozada ham og'izda hid keladi. Bu ham me'yor hisoblanadi, bu kasallik emas. Ovqatlanish orasida vaqt cho'zilsa, og'izdan hid kelishi bu me'yor hisoblanadi. Nimaga? Og'izdan hid kelishini sababi bizning og'zimizda xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bakteriyalar bor, jonzotlar bor, ko'zimizga ko'rinmaydigan. Ular o'sha og'izda ko'payadi. Ko'paygandan keyin o'sha hayot sikli davomida har xil moddalar ishlab chiqaradi. Shu hisobiga og'izda shunaqa hidlar keladi. Assalomu alaykum. Jigarda yog' bo'lsa qanday ketkazsa bo'ladi? Jigarda yog' bo'lsa, birinchi navbatda Osiyo, Yevropa, Amerika jigar kasalliklarini kuzatish, davolash o'sha assotsiatsiyasining tavsiyasi, agar tana vazni ko'p bo'lsa, ozish kerak deydi. Hech bo'lmasa, bor tana vaznidan 10% ni kamaytirish kerak bo'ladi. Bu qanaqa erishiladi? Birinchi navbatda to'g'ri ovqatlanish, kaloriyani hisoblash. Albatta, agar siz semiz bo'lsangiz, tana vazningiz ko'p bo'lsa, demak profitsit kaloriya, ya'ni ko'p ovqat yeyapsiz, harakatingiz kam. Shu kaloriyani kamaytirishingiz kerak ozish uchun.
fizik yuklamani kuchaytirish kerak. Haftasiga 150 minut mobaynida, ya'ni jismoniy mashq qilish kerak bo'ladi. Mana bu holatda ham agar yaxshi natija bo'lmasa, unda keyin dori vositalaridan qo'llanamiz. Qanaqa dori vositalar? Albatta, ozdiruvchi dori vositalari qo'llaymiz. Qachon ozasiz, shunda jigaringizda yog' kamayadi. Ozmasdan turib jigardagi yog'ni kamaytirib bo'lmaydi. Ayrim holatlarda ozg'on odamlarda ham jigari yog' bosgan bo'lishi mumkin. Unda yog' almashinuvi buzilish bor yo'qligini tekshirish kerak. Lipidogramma degan tekshiruv bor. Mana shuni tekshirib turib, agar yomon xolesterinlar ko'p bo'lsa, unga qarshi dori ichish kerak bo'ladi. Endi hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi dori chiqqan. Aynan jigarni ichidagi yog'ni kamaytiradigan resmetiron degan dori chiqqan. Mana shu dori qabul qilib boshlagandan keyin 6 oy, 1 yil mobaynida mavjud jigardagi yog'ni 30-40% gacha kamaytirishi isbotlangan. Lekin bu dori hozirda bizga kelmagan, Hindistonda ham yo'q, sotuvda yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlarida faqat bor. Qachon endi O'zbekistonga kelsa, ro'yxatdan o'tsa, biz keyin sizga tavsiya qila olamiz. Uni hozircha tavsiya qila olmaymiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Saidaz aka? Jigarda kalsinat davolasa kamayadimi? Yo'q. Bu kalsinat nimadir sababli yallig'lanish bo'lgan yoki parazit bo'lgan qanaqadir organizm o'shani tuzlab tashlagan, xullas qo'pol qilib tushuntirsam. U tosh bo'lib qotib qolgan. O'sha narsa qonga chiqib ketmasligi uchun betonlab tashlagan ustini. Shunaqa tushuntiraman sizlarga. O'sha narsa tashqariga chiqib ketmasin deb o'sha yerda bundoq betonlab qo'yganda, bo'ldi, suv o'lgunizcha ketadi endi u. Qanaqa xavf bilan yashaydi endi u inson? Immunitetingiz tushib ketsa agar, misol uchun, onkologik kasallik bo'lsa yoki immunosupressiv holatlar bo'lsa, masalan, immunitetni tushiruvchi dorilar ichasiz siz, qanaqadir revmatologik kasalligingiz bor yoki organ peresadka qilgansizgada immunitetingizni pasaytirib turish kerak yoki xudo ko'rsatmasin VICH SPID kasalligi bo'lgan odamlarda immunitet pasayishi hisobiga o'sha kalsinat erishi mumkin. Ergandan keyin ichidagi bekilgan narsa, yomon narsa qonga chiqib ketadi. Battar bo'ladi keyin. O'shaning uchun qotib turgani yaxshi. Qotib turgani yaxshi naborot, zarari yo'q. U erib ketsa yomon u. Ichida yashiringan narsa qonga chiqib ketadi deb abdala bo'ladi. Assalomu alaykum. Menga autoimmun gepatit qo'yilgan 6 oy oldin. O'sha paytda 1 oy prednizolon. Uzr. Shunaqa ichganman. Hozir ana testi normada. ALT 58 qolgan. Analizlar normada, UZI ham normada debdilar. Autoimmun gepatit faqat ana testi bilan baholanmaydi-da. Fermentingiz ozgina baland, demak jigarda baribir yallig'lanish bor. Davom bor ekan savolda. Ha, uzr. Menga hozir yana gormon yozdi, ichishim kerakmi yana deb yozgan ekan. Birinchidan to'liq tekshirish kerak. Autoimmun gepatitda markorlari bor o'zi. 12 xil markori bor. O'shani tekshirish kerak. Qaysi biri balandligini ko'rish kerak. Balki sizda faqat autoimmun gepatit emasdir. Boshqa yana autoimmun kasalliklar bordir. Chunki autoimmun kasalliklar bitta o'zi kechmaydi. Yonida sherigi bo'lishi mumkin qanaqadir. O'sha 12 xil test tekshirganda biza shuni ko'rishimiz mumkin. O'shanga qarab sizga gormon beriladi. Gormonni keyin fermentlaringiz, ALT, qaysi ko'rsatkichlaringiz baland bo'lsa, o'sha ko'rsatkichlar me'yorlashgandan keyin ma'lum bir vaqt turgandan keyin kamaytiriladi gormon va nazorat qilinadi. Gormon kamaytirilganda fermentlar oshmayaptimi? Agar oshmasa, maksimal eng past dozaga olib tushiladi va ko'riladi. Agar shu eng maksimal past dozada sizda fermentlaringiz norma tursa, o'sha eng kam dozani ichib yurasiz. Chunki agar atmen qilsa, yana fermentingiz ko'tarilib ketadi. Chunki autoimmun holatlar tuzalib ketadigan holatlar emas. Ular surunkali davom etadi. Albatta fermentingiz agar 56 bo'lsa, demak faolligi to'xtamagan gepatitda. Uni faolligini to'xtatish kerak. Autoimmun gepatitda faolligini to'xtatish kerak. Gormonni ichishingiz kerak. Doktoringiz aytgan ishni qiling xullas.